Assalomu alaykum. Bugun 6-oyning 11-kuni butun dunyoning diqqat nazari Joe Biden efendimning Yevropa safari va Angliyada ochilmoqchi bo'lgan G7 yig'in to'g'risida qanday yangi xabarlarning maydonga kelishini saqlab turmoqda. Bugun Angliyada ochilgan G7 yig'inining ochilish marosimi va tunugun Amerika Angliya qaytadan yangi imzolagan Shimoliy Atlantik Akti tashkilotininki yangi nizomnomasini ma'qullanganligi va Xitoyning tashqi ishlar ministri Yang Jiechi jiddiy holda Amerikaning tashqi ishlar ministri Blinken efendimga telefon qilganlik to'g'risida qisqa mazmunlarni anlatamiz. Bugun erishgan xabarimizda Angliyada G7 yig'ini rasmiy ochildi. Ya'ni dunyoning eng kuchli bo'lgan demokratiya tuzilmasidagi 7 davlatning bosh rahbari bir yerga jam bo'ldi. Bular bir yerga jam bo'lgandimi hech qanday maska qadimidi. Bu demak Yevropa va Amerika qit'alarida Xitoyning virusi asosiyatdan oxirlashdi demakchi. Yig'inning asosiy mazmuni bo'lsa, Xitoyning virusi oxirlashgandan keyin Amerika Yevropaning iqtisodiy va siyosiy tuzilmasini qanday qaytadan qurib chiqish kerak to'g'risida muhim nuqta qilib muzokara qildi ekan. Yana bir mazmuni bo'lsa, G7 qatnashgan bu rahbarlar qanday qilganda Xitoy va Rossiyaga taqobil turish bo'libmi Xitoyni asos qilgan shaklda Xitoyga qanday taqobil turish to'g'risida mazmunlar muzokara qilib qarorlar ilindi ekan. Masalan, iqtisodiy jihatda, yuqori fan texnika jihatda, harbiy quvvat jihatda va rayon xarakterlik siyosiy masalalar to'g'risida Yevropa Amerika davlatlariga qanday ziyonlar keldi va bu ziyonlarning oldini qanday olish kerak va qanday taqobil turish kerak degan mazmunlar jiddiy muzokara qilindi ekan. G7 yig'inga qatnashgan odamlarning soni jami 9 bo'lib, 2 xodim bo'lsa Yevropa Birligining raislari von der Leyen xonim bilan Michel efendimlar qatnashgan. Demak, Yevropa Birligining 2 raisining qatnashi Yevropa o'rtaq gavdasidagi butun davlatlarni o'z ichiga olgan va Yevropa Birligini asos qilgan shaklda ochilgan G7 yig'in ekan. Bu qitimqi ochilgan yig'inning asosiy mazmuni Xitoy davlatiga bevosita munosabatlik bo'lib, yig'inda Angliyaning bosh vaziri Johnson efendim bo'libmi yuqumliq virusning yana qaytadan tarqalmasligi to'g'risida alohida to'xtalibdi. Bu demak Xitoydan tarqalgan bu virusni cho'qim surishti qiladi ekan. Bu yig'in 13-cheslav kuni o'rtaq bayonot e'lon qilib, Xitoy hukumatı tarqalgan virusning son sifirlarini ochiq ma'lum qilish talab qilindi ekan. Yaponiyaning gazet manbalarida tarqalgan xabarlar qaraganda, bu qitimqi G7 yig'inda Xi Jinping yo'li qo'ygan bir yo'l bir balvoq siyosatiga unumli taqobil turadigan tadbirlarni muzokara qildi ekan. Ya'ni Tayvanning bexatarligi va Tayvan bo'g'zining tinchligimi yig'inning qarorida o'tirg'a qo'yildi ekan. Yig'inning yana bir asosiy mazmuni bo'lsa, dunyoning demokratiya tartibiga uyg'un keladigan, kishilik huquq va demokratiya qimmat ko'z qarashni asos qilgan yangi bir dunyoning siyosiy tartibini qayta qurib chiqadi ekan. Xitoy hukumatining yaqinda buyon bak jiddiylashiib ketgan sababi bo'lsa, tunugun Amerikaning prezidenti Joe Biden efendim bilan Angliyaning bosh vaziri Johnson efendim ikkisi Atlantik okean akti tashkilotining yangi nizomnomasiga qo'l qo'yibdi. Bu demak, yangi Atlantik okean akti tashkilotining nizomnomasiga qo'l qo'ydi degan gap. Nima uchun yangi Atlantik okean akti tashkilotining nizomnomasi deb atashlik sabab bo'lsa, 1941-yili Amerikaning prezidenti Roosevelt efendim bilan Angliyaning bosh vaziri Churchill efendim ikkisi Atlantik okean akti nomasining nizomnomasiga qo'l qo'ygan ekan. Qo'l qo'yilgan Atlantik okean akti nomasining nizomnomasi nihoyat muhim rol o'ynagan bo'lib, shu asosda Birlashgan Davlatlar Tashkiloti va uning nizomnomasi qurilib chiqqan ekan. Va Germaniya urushiga qarshi davlatlarga madad beradigan, urushdan keyin davlatlarni qaytadan qurib chiqishda nihoyat muhim rollarni o'ynagan ekan. Ayni vaqtida Gitler fashizm Yevropa va Rossiyani ishg'ol qilayotgan mezgilda bu Shimoliy Atlantik akti tashkilotining asosli roli butun dunyoni birlashtirib, Gitler fashizm va Yaponiya tajovuzchilariga taqobil turishda muhim turtkilik rolni o'ynagan ekan. 41-yildagi Shimoliy Atlantik okean akti tashkilotining nizomnomasi bir harbiy paraxodda imzo etilgan bo'lib, maqsad tajovuzchi Gitler va Yaponiyaga qarshi taqobil turish, urushdan keyin davlatlarni qaytadan qurib chiqish, yangi dunyo siyosiy tartibini barpo qilish qatorliq mazmunlarni ichiga olgan ekan. Tunugun Amerikaning prezidenti va Angliyaning prezidenti
Shimoliy Atlantik Okean Akti Tashkilotining nizomnomasiga imzo etishning o'zi yangi Shimoliy Atlantik Okean Akti Tashkilotining nizomnomasi deb ataldi ekan. Nima uchun bundoq deydi deganda, 41-yil tuzilgan Shimoliy Atlantik Okean Akti Tashkilotining nizomnomasi va nishoni Hitler fashizm va Yapon tajovuzchilariga qartilgan va ularni yo'q qilishni maqsad qilingan ekan. Bu qitimqi yangi Shimoliy Atlantik Okean Akti Tashkilotining yangi nizomnomasi bo'lsa, o'xshashla Xitoy fashizmga va mustabid Rossiyaga qarshi turishni maqsad qilindi ekan. Ikkinchi dunyo urushida vaziyat va nishon Germaniya va Yaponiya bo'lgan bo'lsa, endi Shimoliy Atlantik Okean Akti Tashkilotining asosiy nishoni Xitoy hokimiyatini yo'q qilib va yangi dunyo siyosiy tartibini yo'l qo'ydi ekan. Shimoliy Atlantik Okean Akti Tashkilotining nizomnomasi 8 moddaga bo'lingan bo'lib, burungi nizomnoma bilan o'xshash ekan. Nizomnomaning birinchi moddasining asosiy mazmuni bo'lsa, demokratiya va erkin jamiyatni qo'g'dash. Texmo tafsili qilib aytganda, insonlarning kishilik huquqi, demokratiyalik qimmat ko'z qarashini qo'g'dash. Ikkinchi modda bo'lsa, dunyoning siyosiy tuzilmasini qo'g'dash. Dunyoning siyosiy tuzilmasini Xitoyning o'zgartishiga yo'l qo'ymaslik. Uchinchi modda bo'lsa, Xitoy davlatining kengayishlik qilish yomon qarzining oldini olish. To'rtinchi modda bo'lsa, savdo-iqtisod jihatda, harbiy kuch jihatda o'zaro yaxshi hamkorlashish qatorliq 8 modda ekan. Bundan keyin dunyoning siyosiy tartib tuzilmasiga Angliya va Amerika sarkilik rolini o'ynab, dunyoning yangi siyosiy tartib tuzilmasini qayta qurib chiqadi ekan.